Анан сенен башка ошо дружинникке катышкан балдар бар экен да эми, а? Бар. Ошолорду аттарын секин айт. Кимдер бар, каерде жашайт, эмне иш кылат? Ошо Санжар бар, мен азыр подозрение кылынган өзүм билген болот. Ке Файзулла бар. Үйү каякта олордун? Маскалинде. Ошо экөөнүн тең. Маскалинде. Ашы жасы biraz Kaleshnik'de Sancar diyeni. Kaleshnik'de yaşıyor. Bir an. Biri marşrutta. Ne gibi numaralar bilmiyorum. Mesela yani çeşitli oluyor. Hadi öyle yapmaya marşrut koymuyor. Беркисичи? Beriksi yaşıyor. Bunlar aşağıda. Patrol yaşıyor. Сен менен дагы кайсы балдар жүрдү? Ошо экөө эле жүрдү. Же калгандарын да тааныйсыңбы эми аттарын? Fazla aşağıda diye bana aslında Mersin maşinası var. 93-15 деп Mersi var. 93-15. Bunu hesap. O partiyada. Свет кандай? Свет aşağıda qora. Мокро асфальт. Анан сен ошол чөңөрдү берки милициялар эметти да ишке салып туруп. Çoğumuzda hatta başka balla koşuyor yani. Nime onu kıman dese. Bunu bilmem. Çoğumuzu da işe saldı. Yani başka ballar yürüttü düşünün ballara. Ular da ошондой иш кылып жүрөт. Ular ошондой иш кылат, lekin biz iyi koşmayapız bu narsani. Biz bilan gaplashib boshqa qilyapti. Bittasi qanib qoldim, kana bo'ldi. Boburni qanib qoldim, kana bo'ldi. Nimaga gaplashib qoldim, qayerda yashaysiz? Kana bo'ldi yashayman, Boburman dedi yashida. Echinchisi sizdan 86man dedi yashida. Эми у жакта баардыгы жаш эле балдар экен да, 20-25 чыккан балдар. Эми nimasi kattasi 86 qo'yani bari 90, 91, 92 aşağı bollar bari. Olordu da ошо төртөө карайт. Аттарын ким дедиң? Нурик дедиңби? Нурик, Azamat, Kazım, Murat, aşağı. Murat Opel minirdi. 14-20 kızıl set Opel. Nurik Seçken minirdi. 36-44. Натасы ким? Ошо ар биринин натасын айтчы. Murat Kırgız. Nurik Kırgız. Azamat Kırgız. Kazım Özbey. Kazım kim? Ne iş kılат? Ошо надо участка иштейт. Участкада иштейби же карас эмеде Акбурада иштейби? Жок, ашыда иштеп жүрүшөт. Мен мисалы кайда иштешин билбеймин. Lekin ikkisi ular ikkiga bo'linib olganda ular. Aşo 36 bozorchi bor. Nima bilan Nuri bilan Murat terani qaraydi. Azamat bilan Kazım pastni qaraydi. Aşağı bo'lishib olgan ular terani o'zlari. Aşağı. Эми сен эмне себептен ошо бизге кайрылдың азыр? Эми mo o'zbeklar pastava qilyapti, boshqa qilyapti. Uni vijdonim qiynalsa, mana shu senga keldim men. O'zim nima qilib. Sen kaçkanыңда эч ким билбейт. Эч ким билмейт качканын. Болсо азыркы чейин ошо жерде жүрөт. Азыр ошо кече үйрасында өзбүрөт. Сенга ошо илтимос жардам берилет деп чашын келди. Эми обязательно сага жардам берилет. Дагы ошол жакта катышкандардан бөлөктөрдө эч ким тааныбайсың. Жок, тааныйман, lekin атларын билбейм, айтып бермес сизге. Gaplashuvning boshqa qilmang, darrov u yoqqa yugurtiradi, bor, muammo qilib kelib. Ayoq qilmasiz, siz etiga ashish, etiga siz kunga tushib qolishingiz mumkin. Общий ошондо эсепте канча иш болду? Жакшына эсептеп өзүң айт. Полный. Өзүң катышкандардын. Sekiz iş oldu. 8 iş bolду. Sen bizге 8 иштен только 4-өн айтып бердиң да? 2 жолу наркотик боюнча, 1 жолу оружие боюнча айтып бердиң. Мен мисалы полный айтып берди, ошону подробно кылып айтып бер. Мынанчы күнү мына числодо саат ошончода мынакка бардым, мындай иш кылдым. Ошо мындай Нурикте отасың, Казимде отасың, ошо мындай мага приказ берди, указание берди. Ошо эпизодду жасап чыктым деп айтып бер. Aşıma önümde maçtı var. Maçtı yolda boyu maçtı deyip aşıda ne oldu? Hacı benim ya aşı taşadı. O birinci iş. O birinci iş. Mesela pastan boşuna çıkanı ışıkhanada oldu. Işıkhanada aytdım yarı bilen o'xshashadi.
ishxonada. Urush bo'ldi. Keyin men Beshani kapada aytdim, dori tashladim deb. Derzasidan. Ashi ish bo'ldi, ikkinchi ish. Uchinchi ish 23 yo'lda bo'ldi. Unga arj tashladim. Avtomat. Kaboyga nima tashladim. Hojiga Mersiga dori tashladim. Mashinasini o'ziga. 36 nimasida tashladim uni. Maktabda 36 yo'li bor, maktab. Hamma bilan taniydi maktabda. Ashiga dori tashladim. Kech paytda nimada? Oshqo'lqa. Ashiga dori tashladim. Keyin masjid bor, katta masjid deb. Ashi mana masjid desa hamma taniydi. Ashini yonboshda mahalla bor, ashiga nima tashladim, arjini dori tashladim. Ham arji, ham dori. Arjani insonni bilmayman qanday necha arjani misol o'zim bilish kerak. O'rgatmasa birodar, men o'rgatmadim, qilishmay shunday ikkilanga o'rab berdi, mana shu dori tashlaysan dedi. Paket berdi, qanaqa dori, qanaqa qora dori, oq dori bilmayman. Marta. Sen shuni shu bor tashlab qo'ysan bo'ldi. Dag'i. Bosh ishdan keyin u bo'ldi, keyin pochtada bo'ldi. Pochtada bo'lganda pochtada ham dori bo'ldi. Ashu bitilmadi. Pochtada Mobozor degan tomon. Mobozor shunday tushganida chap qo'lda 13-ga video qildi. Keyin ashu pochtadan chiqib kelganida Shukur tomon bo'ldi. Bilasizmi? Shukur tomonda ishganimizda Shukur tomonda uylar haykaldagi qurilgan uylar bor, haykaldagi. Buncha mahalla ham bo'lmagan, hali uylar. Shu uyda bo'ldi oxirida. Qachon bo'ldi bu oxirgisi? Ashu martda 2-3da bo'ldi oxirgisi. Sen qachon fevralda boshlading? Yanvarda boshladim. Yanvar, fevral, mart. O'zim men dekabrda kirganman. Dinniga. Birinchi ikkinchisida kirganman. Ularni o'zim boshqa qildim, tanishdim, boshqa qilishdi. Ashu bir-ikki o'zlari sigaretlar berib boshqa qilib berdi. So'chi jo'nini ishladim. Bu o'qishib keyin sekin o'zim nimasiga tiqib ishonmasa. Yangi kirganlar. Shu 2 oydan beri 8 epizod bo'ldi-da. Только поставил же qanday bo'ldi yo'qsa? Только поставки. Misol radiodan. Ani qarasang, sen o'sha yerdan nesini chiqarib ketding. Ketgandan keyin ular qanchadan keyin borishdi? Sразу boryapti. Qanday bo'ldi? 1-2 soat. Keyin. Sen chiqarib ketgandan keyin. Keyin men tashlab ketgandan keyin qaraman. Zona qilaman. Telefon turib keyin qara dedi. Uyda kim bor, kim yo'q dedi. Uyda hech kim yo'q bo'lsa, hali nima qilaman? Turaman men. Uyda qachon bir odam kelib, boshqa uyda odam to'lgandan keyin, agar uyda odam bo'lsa, ketaveradi. Siz boqmay qachon kelishadi bilmaysiz. Sen zona qilasing, bo'ldi deysin, ular kelib uxlab ketadi. Uyda kim bor dedi, qara dedi. Qarasam, uyda hech kim yo'q bo'lsa, kutib dedi. Ketsin dedi odamlar. Chiqashi deb mashinada endi o'zbekimizda, misol o'zbek mahallada o'tirdik, kim ham bizni o'ylaydi, kim ham bizni payqaydi. Desa o'tiribmiz-da deymiz. Birontasi so'rab qolsanda, ular bo'lsa o'tira olmaydi o'zbek mahallada. Biz misol taniydi hamma, hamma taniydi bizni. Mana qilib o'tiribsiz durjinda, medpet kelib qolsa ham, boshqasi kelib qolsa ham, nima qilib o'tirishda kechpayt desam, shab udasini qilib berganimizga mana biz durjimiz mahallani, mana shu yerda qo'riqlaymiz, yuribmiz-da. Ya aşağı o'tiraverasiz. O'sha atmas bo'ldi-da. Kech payt biz ham ushagan. Amonlarni ashada qo'ygan keyin ashalar ushagan biz sadada chiqishi yo'lda. Ash mashinada ushab biz mashinaga ketsa orqamizdan quvlar yurib ushagan birlarda. Ashunda ushagan nima qilib yursan bu yerda deganda, keyin mana qilib yuribmiz mahallani ashada qarab qo'yamiz. Yaxshi qo'yib yuborishgan ularga. Biz ham uni jinni o'shab, bizga ham bo'lar ekan, kech payt yuborganmiz. Bizga o'tar ekan deb. O'shuncha ular qaramag'anlarni nima qilyapti ular? Ashu pulni olib turdi. Aqchani o'ylab qo'yaveribdi. Aqchani men birontasini o'tirib qamab ko'rmadim men birontasini. Nima esa yaxshi qiy odamni o'sar. Atni bilmasam o'zim taniyman, misolda. Ertasiga bir kundan keyin, bir haftadan keyin asodan yana ko'ryapman. Ko'rgan.
Ko'ryapti-da, misol mashinasi bo'lsa, mashinasi sotib, tushgan ko'rib qolyapti. Sразу только ақша bo'lyapti. Yaxshi bo'lyapti, yaxshi pul bo'lyapti-da hozir. Men ati bunisi bilganim yo'qsan, birontasini achishib qonab chiqqanini boshqa qilganini ham. Hozir до сих пор o'sha narsa bo'lib ketgan-da. Bo'lyapti. Misol borib ham o'zi ularga nima qilmasdan o'zi ko'chadan bunday qarasalar bo'lyapti bu narsalar. Uchastkada oldinda qarasalar. To'g'ri pastavka bo'lyapti bu narsa. To'g'ri shu hozir bidalardan ham ishni qilib yurishdi. Akazim o'zi qaqib ishlaydi. Unisi bilmayman hozir. Nimasini birorta ashuna nimada yashaydi. Eshitganman men. Unisi misol uyga bormagan bo'ladi albatta. Asha birorta brother tomonda yashaydi. Qayerda? Brother. Uyis qadi bir marta so'raganman-da. Kelaganlarda degan. Uyni tomonda. Nurikchi? Nurik nimada yashaydi? Mozaftinda bor, Ahtilemi. Ashtomonda yashaydi. Yosh bola-ku? Yo'q, 170 qancha yoshi. Ko'rinishi qanday? Ko'rinishi Nurikga ziroviy sariqda. Qolganchi? Azamat dedingiz? Nimasi Murotda qariganiga o'xshaydi. Endi kattada, eng kattasi bo'ladi Murotda. Yosh kattaligi. Mo'ylog' bor, anaqa. Sanma. Belki azamati yosh u 80 bo'lishi kerak. Endi nima so'zing bor endi? Oxirgi so'zingni aytchi o'zing. Endi sizlar men boshlarga chora ko'rdilar akalar. Mana shu o'zi bilan pastavka qilib boshqa qilib yurishdi. Men sizlarga bu yoqqa atay kelmadi, boshqa qilmadi. Men sizlarga o'zim vijdonim qaylaganimda shu yoqqa keldim, qiynaldim sizlarni. Bespredel ish bo'ldi ekan-da. Bespredel bo'lyapti. Atay bitta bo'lgan ish bo'lgan, bespredel shu pastavka bo'lyapti ish bu yerda ishlar. Boshqa o'zlar chora ko'rib beradi deb keldim.